Salam dünyanın arkadaşlarlıkka görünmeler, hazır qoqtanlar xayrlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Bugünkü temamiz olsa, qo'llanishchan iqtisoddagi ishki ishlab chiqarish umumiy qiymati, ya'ni GDP. Ishki ishlab chiqarish umumiy qiymati deganimiz ma'lum vaqt ichida ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlarning bozor qiymatidagi iqtisodiy o'lcham. Normalda yillik shaklda hisoblanadi. Bir davlatning ichidagi qiymati bo'lgan butun mollarning bozordagi eng oxirgi setilish qiymati. Davlat sotqili bo'lgan butun mahsulotlarni sotsa va bularning hammasining to'plam qiymati qancha bo'lsa, shu ishki ishlab chiqarish umumiy qiymati bo'ldi. Masalan, oddiy bir misol qilib bersam, davlatingiz 3 xil mahsulot ishlab chiqardi. Boshqa hech qanday mahsulot yo'q. 1000 tal non ishlab chiqardi, 2000 tal tuxum ishlab chiqardi, 10 ming quta sut ishlab chiqardi. Bularning hammasining bahosi bo'lsa 1 lira. Unda bo'lsa ishlab chiqarish umumiy qiymati qancha bo'ldi? 1000 tal nonni 1 liradan sotgan vaqtimizda 1000 lira bo'ldi. 2000 tal tuxumni 1 liradan sotgan vaqtimizda 2000 lira bo'ldi. 10 ming quta sutni 1 liradan sotgan vaqtimizda 10 ming lira bo'ldi. Bütün davlatning topgan puli 13 ming lira bo'ldi. Buni biz ishga ishlab chiqarish umumiy qiymati deymiz. Agar bu 1 yil ichida tuxumning bahosi 1 liradan 1,5 liraga chiqqan vaqtida ishki ishlab chiqarish umumiy qiymatimi tang o'sgan bo'ldi. Yana bir nuqtani ta'kidlab o'tay. Bayam sotgan mahsulotlarimizning ichida qut sutmi botdi. Lekin qut sutning qutisini ayrim hisoblab sotmaymiz. Sut bilan qutisini bir baho bo'yicha hisoblaymiz. Agar qut sutdan boshqa ayrim quta yoki potilka ishlab chiqarib sotsangiz, buni ayrim quti mahsulotlari ichiga kirgizib sotsangiz. Davlat ichida eng oxirida bahosini choplab sotilgan mahsulotlar nimalar bo'lsa, shunlar hisoblanadi. Har vaqt bir mahsulot bo'lmaydi. Davlat ichida mulozimatlarmi sotiladi. Masalan, yumshoq detal va program ishlab chiqaribmi sotiladi. Qo'lda tutqul bo'lmaydigan bir xil mahsulot va yoki sayohatchilik mulozimatimi sotiladi. Davlat ichida ishlab chiqarilgan butun mahsulotlarni va mulozimatlarni yerli xalqqa sota olasiz yoki chet ellik insonlarga sota olasiz. Bularning hammasi ishki ishlab chiqarish umumiy qiymatining ichiga kirdi. Yana bir hukm bo'lsa, davlat ichidagi kishi beshiga to'g'ri kelgan kirim. Normalda xabarlarda ko'p ko'ramiz, davlat ichida kishi beshiga to'g'ri kelgan kirim 10 ming dollar, 15 ming dollar degandek. Lekin hech kim berib shu menga to'g'ri kelgan 10 ming dollarni menga ber deya olmaydi. Masalan, bu hisoblarni Turkiyada TÜİK, ya'ni Turkiya statistik organi hisoblaydi. Unda bo'lsa, kishi beshiga to'g'ri kelgan kirimni qanday hisoblaydi, buni ko'rib chiqaylik. Masalan, Turkiya statistik organi 2019 yilning ishki ishlab chiqarish umumiy qiymatini 4 trillion 280 milliard 381 million lira deb e'lon qildi. Unda bo'lsa, 2019 yilning o'ttir oylarida Turkiya nupusi qancha? 2019 yili ishki ishlab chiqarish umumiy qiymati bo'lingan 2019 yili o'ttir oylardagi inson nupusi. Yani 4 trilyon 280 milyar 381 milyon bölüngen 82 milyon 500 ming. 2019 yili kishi beshiga to'g'ri kelgan kirim bo'lsa 51 ming 800 lira yillik. Buni 13 oyga bo'lgan vaqtimizda oylik 4323 lira. Yana davlatchilikka hammadan bu shaklda kirim qildi degan gap emas, bu faqat bir o'ttirchi hisob. Bir davlat bilan yana bir davlatni silishtirgan vaqtimizda bu o'ttirchi hisoblarga qaraymiz. Normalda bir davlatdagi fuqarolarning ba'zilari oyda 100 ming lira topsa, ba'zilari 1000 lira bilan yashaydi. Bugungi videomizda ishki ishlab chiqarish umumiy qiymatining nima ekanligini va qanday hisoblanganligini, kishi beshiga to'g'ri kelgan kirimning nima ekanligini va qanday hisoblaydiganligini ko'rib chiqdik. Hammalarni yoqtirib ko'rganinglarga rahmat.